Hi, my name's Louise Brown and I'm the first person in the world to be born through IVF. Hozirda biz dunyodagi eng birinchi ekoklinikaga yetib keldik. Qanaqa shiringina embrionimiz rivojlanadigan uychasi. It's beautiful. Mana shu rasmni qo'limizga ushlash nasib etgan bizga. It's a problem, big problem. It is. Very much. Kecha Ashley kongressini tugatib oldik. Bugun xudo xolasa vaqtdan unumli foydalanish uchun birgalikda Kembridjga boramiz va u yerda ekoga oid bo'lgan tarixiy binoni birgalikda ziyorat qilamiz. Ashley konferensiyasi uchun Londonga kelganimda, men uchun eng muhim orzulardan biri aynan shu joyni ziyorat qilish edi. Chunki har bir reproduktolog uchun birinchi ekoklinika bu tarix. We have been able to do some work about carrying out fertilization of an egg recovered from a woman and replaced back into the uterus. Aynan shu yerda millionlab oilalarning farzandli bo'lishiga sabab bo'lgan tarix boshlanadi. Bugun men dunyodagi birinchi ekoklinika Born Hall klinikaga yo'l olaman va bugun sizlarga oddiy ekskursiya emas, reproduktiv tibbiyot tarixining eng muhim sahifalaridan birini ko'rsataman. Bu klinika Kembridjdan 16 kilometr masofadagi kichik bir qishloqda joylashgan. Nega aynan u yerda? Buni video davomida bilib olasiz. Hozirda biz dunyodagi eng birinchi ekoklinikaga yetib keldik. Bu ekoklinika Kembridjdan 15-16 kilometr uzoqlikda joylashgan kichkinagina qishloqda va klinikaning nomi Born Hall Fertility Klinika. Mana hozir orqadagi binolarni birma-bir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qabul qilish xonasidan boshlab hammasini ko'rsataman. Hozirgi biz turgan joyimiz Patrik ustozimizning ofisi bo'lganlar. Mana shu yerda o'z o'qishlarini, ilmiy ishlarini shu yerda olib borganlar. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda yana bitta biza inkubator chamzani ko'ryapmiz. So'raganimizda nima biz originalni ko'rdikmi u yoqda deb so'raganimda, ha, albatta originalni ko'rding, chunki bitta dona ishlatishmagan ular. U paytda ikkita uchta ishlatilgan deb aytishdi. Mana ko'rib turganingizdek, qanaqa shiringina embrionimiz rivojlanadigan uychasi va bu yerda o'sha laboratoriyada kiygan oyoq kiyimlari saqlangan ekan. Bu esa bitta patsientkalari tarafidan yasalgan o'zlarining haykallari va eng qiziqarlisi maslaga kateterlarning eng yumshog'iga harakat qilyapmiz deb aytgan edim. Storiesda kuzatib borgan bo'lsanglar, mana birinchi embrionni qo'yilgan kateter qanchalik hozirda rivojlanganki, yumshoqlik darajasi o'zgargan. Oldin mana temir, xuddi zondga o'xshaydi, temir holatda bo'lgan. Mana shunaqa holatdan homiladorlik yuzaga kelgan. Buni ham saqlab qo'yishibdi. Yana bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bu qilingan tilla surtilgan tarelka podarka qilishgan ekan. Xona juda ham chiroyli. Mana anaqamizani Louise Brownning ham rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Oldinlari bu yerda xuddi bizga o'xshab
eko protsedurasi o'tkazilganda patsientlarni mana hozir tashqi tarafda remont ishlari ketyapti. U yerda yotoqxona bo'lgan ekan. Ayollar alohida, erkaklar esa qishloqdagi villagelarda turishgan ekan va 12 kun davomida toki test javoblari chiqqungacha shu yerda birgalikda yashashgan ekan. Yana mana bu yerda ensiklopediyaga o'xshagan bir anaqani ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu albom ham men uchun qiziqarli eksponatlardan biri. Unda 1981-yilda o'tkazilgan xalqaro reproduktiv tibbiyot yig'ilishi haqida suratlar saqlangan. O'shanda olimlar mana shu klinika hovlisida tajriba almashishgan, bahs qilishgan va yangi usullarni izlash uchun yig'ilishgan. Demak, 1981-yildagi bo'lib o'tgan konferensiya bu hali ESHRE tashkil qilinmagan paytdagi birinchi ilk asoschilar tashkillashtirgan kongress ekan. Aynan bu hozirgi katta ESHREning kichik bir urug'i desak ham bo'ladi. Har doim bilim almashish bu yaxshi narsa, chunki biz o'zimizdan qoldiradigan narsamiz bu albatta ortimizdan qolgan bilimlarni boshqalar bilan ulashish, chunki kelajakda bularni yana foydalanishi sizni tarafingizdan eng qadrli narsa deb bilaman. Hattoki mana shu rasmni qo'limizga ushlash nasib qilgan ekan bizga. Juda ham chiroyli, mana homilador bo'lgan 9 yil kutilgan homiladorlik sababi bachadonnaylari yopiqligi hisobidan eko muolajasi o'tkazilgan. And she also played violin, which also people know. So there's some certificates. Muzikant ham bo'lgan ekanlar, rasmni ham chizgan ekanlar. Music. Ana o'zlarining sertifikatlari. Another one. And she was also into swimming. Suzish bo'yicha ham sertifikat olgan ekanlar sportda. Yes. Ya'ni haqiqatan Alloh ko'p qobiliyatlar bizga bergan. Mana shu chizilgan rasm o'zlarining qo'llari bilan chizganlar. Chizishga juda usta bo'lgan ekanlar, chizib tushuntirishga. This is one of the parties that we had because we held 2 baby party, which is one for bayram 2,000 bo'lar ekan. babies and another one for 3,000 babies, I believe. But I might be. So that was happening. I will take you later to the ground behind the building. Binoning orqasida ikkita bayramligi bor ekan. Bayramda aynan 1000 how many babies born? 1000 anaqa bola tug'ilganda qilingan bayramligi. Ana bayramni rasmlari. Mana ko'rib turganingizdek devorga eko jarayonini, rivojlanish tarixini chizib ko'rsatishgan. Mana tug'ilgan birinchi bola, o'g'il bola. Mana bu yerda Luiza Braunning tug'ilgan rasmlari. 1881-yili o'tkazilgan birinchi konferensiyalar mana ko'rib turganingizdek vrachlar birgalikda bilim almashishyapti va 1994-yili X jarayoni yo'lga qo'yilgan. Erkak faktori bo'lganda ishlatilish bo'yicha bu tarix sekin-asta mana ko'rsatiladi va oxirgi 2024da albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Ekoni qanday yuzaga kelgani haqida film ishlab chiqarishgan. Mana bu ko'rib turgan tablichkalarda 3 ta Patrick, Robert and Jean bular 3 kishi birgalashib eko jarayonini birinchi asoschilar hisoblanadi va bu qilingan ish uchun Nobel mukofotini olishgan. Yana shu narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, eko texnologiyasi uchun Nobel mukofotini 2010-yilda tasdiqlashgan. Ammo ekoga asos solganlar Patrick va Jean Petri ham bu vaqtga kelib vafot etgan edi. Nobel mukofoti esa faqat tirik insonlarga topshiriladi. Shuning uchun mukofotni faqat Robert Edwards qabul qilishi kerak edi. Biroq u ham og'ir xasta bo'lganligi uchun mukofotni olishga uning turmush o'rtog'i keladi. Ilm aslida mukofot uchun qilinmasligi, balki asl mukofot insonlarga ko'rsatilgan xizmat bo'lishi kerakligi shu voqeadan ham bizga ibrat bo'ladi. Ko'rib turgan xonanglar, bu akupunktur, ya'ni mina bilan relax deb hozir tushuntirdilar, bo'shashish, embrionni qo'yishdan avvalgi ayolni tayyorlash xonasi hisoblanar ekan. Mana bu yozib qo'yishgandek, nafas olish uchun joy. Bu yerda sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan joyim, mana biz hozir kirib kelgan joyimiz 3 ta qismdan iborat. Mana bu esa embriologiya bo'limi hisoblangan.
hozirda mana shu embriologiya bo'limi, bu yoqda bemorlarni qabul qilish va konsultatsiya bo'limi. Bu oldingi, ya'ni Patriks o'zlari o'tirgan joylari hozirda remont sohasida va orqasida hadya aytib o'tganimdek bayramlarni qutlaydigan joyligi hisoblanadi. Nimaga shahardan juda uzoqda deb so'raganimda, sababi birinchi qadamlarini qo'ygan paytda xalq bunga qarshi chiqqan ekan va mediadan, umuman ulardan uzoq bo'lgan joyda shu joyni tanlab ishlarini boshlagan ekanlar. Har narsani boshlashda qiyinchiliklari, o'ziga yarasha qiyinchiliklari borligini shu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. 1970-yillarda eko g'oyasiga hamma ham ishonmagan, hattoki cherkov ham qarshi chiqqan. Ko'p olimlar buni amalga oshmaydigan tajriba deb hisoblashgan. Ayrimlar esa inson tabiatiga aralashish deb qattiq tanqid qilishgan. Lekin har qanday yangi kashfiyot kabi eko ham avval shubha bilan qarshi olingan. Bugun esa reproduktiv tibbiyotning ajalmas qismiga aylandi va millionlab oilalarga farzandli bo'lish imkoniyatini bermoqda. Mana shu joyda bayramlarni o'tkazishgan va hozirgi biz o'tkazgan Eshri kongressimizning kichkinasini mana shu joylarda aslida bo'lib o'tgan. Orqadagi zdaniyani ko'rsanglar, o'sha embriologiya bo'limi hisoblanadi. Bu bemorlarni qabul qilishi va haliga aytib o'tganimdek 12 kun kutiladigan xona qismi mana shu yerda bo'lgan. Ayollarimiz bachadon ichiga embrionni qo'ygandan keyin shu yerda vaqtni o'tkazishgan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek protseduralar o'tadigan joylarimiz. Bu yerda bemorlarimiz kirib, tuxum hujayra teriladigan qismi hisoblanar ekan. Embriologiya bo'limi, sterilniy zona bo'lgani uchun biz u yoqqa kirganimiz yo'q. Va embrionni qo'yish jarayonlari mana shu binoda amalga oshirilar ekan. Har bitta daraxtni o'zini simvolически ekilgan daraxtlar hisoblanar ekan bu. Mana ekilganligi bo'yicha mana bitta izohlari. Birinchi daraxt nimani anglatadi? Birinchi daraxtni ma'nosida 1968-yili Robert Edward tashqariga odam tanasi, ayol tanasidan tuxum hujayrani olib urug'lantirib ko'rgan. Lekin homiladorlik yuzaga kelmagan. Mana 10 yildan keyingina bu jarayon amalga oshgan. 1978-yilda muvaffaqiyatli ekodan ilk chaqaloq Louisa Brown dunyoga keldi. Undan keyin esa 1979-yilda eko orqali birinchi o'g'il bola tug'ildi. Biroq Britaniya Milliy sog'liqni saqlash xizmati bu usulni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlamadi. Shundan keyin Robert Edwards, Patrick va Jean Purdy xususiy eko klinikani tashkil etish uchun mablag' izlashga majbur bo'lishdi. Aynan jamoaning eng yoshi ilk embriolog ayol Jean Purdy Kembrij chekkasida joylashgan mana shu binoga ko'zi tushadi. Keyinchalik bu joyda dunyodagi birinchi eko klinika Burnhall klinika aylanadi. 1980-yilda Jean Purdy ushbu klinikada texnik direktor sifatida bepushtlikni davolash xizmatini yo'lga qo'yishda muhim rol o'ynaydi. Afsuski, Jean Purdyning hayoti juda qisqa bo'ladi. U 1985-yil 16-mart kuni 39 yoshida xavfli teri saratoni tufayli vafot etdi. Kasalligi davomida ham u jamoadan uzilib qolmaslik uchun Burnhall klinikasida unga maxsus xona tayyorlandi. U yerda hamkasblari va mehmonlar bilan uchrashishni davom etdi. Bugun Jean Purdy eko tarixining asosiy qahramonlaridan biri sifatida munosib e'tirof etiladi. U embrionning bo'linib ko'payishini laboratoriyada ilk ko'rgan shaxsdir. Ularni yashash joylari bo'lgan va olamdan o'tganlardan keyin mana shu yerga dafn etilgan. Bular Patriks o'zlari bo'lsa, orqada ularni ayollari birgalikda yonma-yon dafn qilingan. Bugun men Burnhall klinikadan nafaqat yangi bilim bilan,
balki katta ilhom bilan qaytyapman. Chunki har bir bemor bilan ishlaganimda, har bir eko jarayonini boshlaganimda bu yerda boshlangan tarixning davomini ko'raman. Ilm inson hayotini o'zgartira oladi va men ana shu ilmning bir qismi bo'lganimdan faxrlanaman. Hayratlanarlisi shundaki, dunyo tarixini o'zgartirgan joy osmono'par binolar ichida emas, Britaniyaning sokin qishlog'ida joylashgan. Bu yana bir bor isbotlaydiki, ilm uchun eng muhimi joy emas, g'oya, mehnat va sabr. O'ylaymanki, ushbu video bo'lg'usi mutaxassislar uchun, talabalar uchun ham reproduktiv tibbiyot tarixi haqida jonli qo'llanma bo'ladi. Videoni tomosha qilganingiz uchun tashakkur.